Ha, qadrli do'stlar, demak, ko'rsatuv davom etar ekan. Biz bugungi mehmonimiz, studiyamizning dastlabki mehmonini an'analar davom etmoqda. Biz bir-biridan yaxshi bo'lgan xonandalarni chaqirishda davom etyapmiz. To'g'ri, ularni tanishtirib o'tsak bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha gitara jo'rligida qo'shiqlar kuylab, ko'p sonli muxlislarga manzur kelayotgan xonanda Nodiraxon Subhanova. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Dasturlarimizda ko'rib turganimizdan juda ham mamnunmiz. Yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olishingiz mumkin, marhamat. Assalomu alaykum barchaga, butun O'zbekiston ahliga, muxlislarimga sog' salomatlik tilayman barchaga. Xayrli tong. Yashang. Ma'lumot uchun shuni aytib o'tish kerak, mehmonimiz Qo'qondan yetib keldilar-da mana shu jonli efirga. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat aytamiz. Yana bir karra. Nega kayfiyatingiz yo'q endi? Nega? Yaxshi, gitaram qolib ketdi. Gitarangiz qolib ketganiga kayfiyatingiz tushib ketdimi? O'shanga. Qarang, mana ijtimoiy tarmoqlarda o'sha gitara bilan o'sha muxlislarga manzur keladigan taronalarni taqdim etgan bo'lsangiz, bugun gitarasiz ham shuni uddalay olishingizni isbotlaysiz-da. Albatta. Rozimisiz? Albatta. Kayfiyatni ko'taring, yarashmaydi. Biz mehmonlarimizni bunday holatda ko'rishni xohlamaymiz-da. Tabassum bilan, maza qilib, yayrab o'tirishlarini istaymiz-da. Yaxshi kayfiyatingiz u? Bo'ldi, ana ko'tarildi kayfiyat. Nodira opa, demak, uddalay oladilar, gitarasiz ham, Ishonamiz jonli sizga, ijrolarda muxlislaringizga kayfiyat bag'ishlab efirni chiroyli tarzda o'tkazib olamiz degan umiddamiz. Endi siz bilan yaqinroqdan tanishsaydi, ijtimoiy tarmoqlarga chiqqunga qadar ijod bormidi yoki Qiziqish qayerdan boshlangan? Qanday bo'ldi dastlabki bosqichlar, shular haqida gapiramiz. Biz taniganimiz 2020-yillarda hamma o'zini bilsin taronasi bilan 2024. 2024da, lekin ijtimoiy tarmoqlarda 2020-yildan boshlagansiz. Keng tarqalgan, keng auditoriyaga tarqalgan, biz buni bilamiz. O'zi qayerda boshlangan ijodingiz? Qayerda qiziqish boshlangan? Shular to'g'risida ma'lumot berib o'tsangiz. Endi bolalikdan ham qiziqqanman-u, keyin o'smir yoshga yetganda yana bir qaytib qolganman. Kim ta'sir qilgan shu qaytib qolishingizga? Qaytib qolishimga bilmasam, o'zim shunday ishtiyoq tushgan. Qandaydir ta'sirlar bo'lmagan, uydagilar qarshilik qilmagan. 16-17 yoshimda qo'shiq yozdirganman. Omon bo'ling degan qo'shig'imni yozdirganman. Unda ham juda qiziqishim baland bo'lgan. Keyin shu oilaviy ishlar bo'lib, ishlar ko'payib ketib, ijodga vaqt bo'lmay qolib, keyin o'zi ijodni majburan qilmaysiz-da odam. O'zi ko'ngildan keladi, ko'ngildan ilhom keladi. Bir yilda bir marta keladimi u? Bir oyda bir marta. Hech o'zimni majburlab nimadir yozishga harakat qilmayman-da. O'zi shunday keladi. Ijodkor inson qalb bilan bog'liq bo'ladi-da har bir narsa. Keyin o'sha yozishingiz shart bo'lgan narsadek tuyuladi-da, keyin yozasiz o'shani. Yana bir jihat o'sha ba'zan yaxshilikka xizmat qilmaydi, ijodkorlarning ko'ngli juda ham bir nozik bo'ladi-da. Qaysi ma'nodaki ular sal narsaga xafa bo'lib qolishlari mumkin. Mana hozir gitarangiz qolib ketganiga hamon xafasizda, mana sezilib turibdi ko'zlaringizda. Lekin menga yoqmayapti bu vaziyatda. Ko'zim shunaqa. Kayfiyatni ko'taraylik. Sababi biz hozir teletomoshabinlarimizga, butun yurtdoshlarimizga, qo'shni respublikalardan tomosha qilayotgan muxlislarga kayfiyat ulashyapmiz-da. Bizni kayfiyatimiz o'tyapti-da ularga. Shu kun kayfiyat o'tib qolmasin ertalabdan keyin. Mana bu dasturni endi tomosha qilmayman deb qo'yishmaydi. Yaxshi bo'lsin, duo qilsin. Albatta qo'shiqlaringiz haqida gapirganda aytdingizki, o'zim ham ijod qilaman deyapsiz. O'sha qo'shiqlarni o'zingiz ham bastalaysiz, to'g'rimi? 90% qo'shiqlarimni o'zim bastalayman, o'zim yozaman. Endi Oy Mamajon qo'shig'imni YouTube platformasida bitta muxlisim yozishgan edi uni. Keyin u she'rni ko'rib, uncha parvo qilmadim, e'tibor bermaganman. Keyin bu jonim telefon qilishgan menga. Nima kommentariyangda izohlarda nima keltirilibdi, bitta she'r qo'yilibdi, o'shani bir o'qib ko'rgin deyishdi. Keyin o'qib ko'rdim. Ayrim joylarini o'zgartirganmiz. Keyin bir ijoding ilhoming kelib qolsa, yozsang ajoyib qo'shiq bo'ladi deyishdi. Buvingiz aytganlar. Buvim aytishgan. Keyin xirgoyasida ey to'lin oy,
Yarginamdan darak yo'q, erta indin bo'lar emish nikoh to'y degan kelganda keyin keyin ko'kda to'lgan to'lin oy yerga nurin sochyapti deb keladi, hech qayerda o'zgartirmayman-da. Shunday yozaman. Keyin zapis qilganman. Ko'ngildagidek chiqqan. Ko'ngildagidek chiqqan. Gitara chalishni qayerdan Keyin o'rgangansiz? aranjirovka YouTube platformalarida. Mustaqil tarzda Ustozingiz o'rgangansiz? yo'q. Yo'q, ustozim yo'q gitara bo'yicha. Qancha vaqt ketgan o'rganishga? O'zim qiziqib juda yaxshi bilmayman-ku. Shu bir yil mobaynida qo'llarim nima bo'lib ketadi. Lekin hech qanaqa musiqiy bilim bo'lmagan. Nodiroq ustozlaringiz ham san'at sohasida ustozlaringiz ham demak yo'q yoki bormi? Endi G'oyibona ustozlar bor. Yo'lingizda g'oyibona ustozingizmi? Siz sevib kuzatadigan ustozingizmi bormi? sevib kuzatadigan ustozim Bahodir Mamajonov. Albatta o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi Oymomo taronangiz ko'pchilikka manzur bo'lgan, hozir xirgoyi qilib berdingiz-ku, kamlik qildi deyishyapti-da. Keling to'liq tarzda sahnamizga taklif etsakda sizni mana shu qo'shiqni tinglasak. Marhamat. Qadrli do'stlar, demak ko'kda to'lgan to'lin oy yerga nurin sochyapti, qiz yashirib hammadan oyga sirin ochyapti. Ko'kda to'lgan to'lin oy yerga nurin sochyapti, qiz yashirib hammadan oyga sirin ochyapti. Ey to'lin oy yorginamdan darak yo'q, erta indin bo'lar emish nikoh to'y. Ey to'lin oy yorginamdan darak yo'q, erta indin bo'lar emish nikoh to'y.
erta indin bo'lar emish nikoh to'y ey to'lin ay yorginamdan darak yo'q erta indin bo'lar emish nikoh to'y Gap bo'lishi mumkin emas, marhamat. O'z Ajoyib taronalar. o'rningizni egallab olishingiz mumkin. Qadrli do'stlar, aytgan bo'lardikki, ekran qarshisidan aslo uzoqlashmang. Bizda qisqacha reklama, undan keyin mazmunli suhbatda davom etamiz. Ha, qadrli do'stlar, biz jonli efirga qaytdik va suhbatda davom etamiz. Juda ham ajoyib taronalar. Tashakkur barcha muxlislaringizni kayfiyat ko'tarildi degan umiddamiz. Bizda bilasizmi Nodir opa, mahalla tongi bot kanalimizga SMSlar keladi. SMSlar kela boshladi. Sizning ijodingizga omadlar tilab, sizni yaxshi ko'rishlarini aytib, bizga SMSlar kela boshladi. Hattoki savollar ham bor. Ozgina bizga ijozat bersangiz, biz mana shu xabarlarni o'z egalariga o'qib eshittirsak. Meni savolim bor edi Nodiraxonga. Konsert bersangiz, konsertingizga boshqa qo'shiqchilarnikiga o'xshamagan nimadir qo'shasizmi, nima qilasiz deb savol berdilar-da. Mana shu savolga javob berib o'tib ketsangiz, biz tabriklarga o'tib ketamiz keyin. Hali o'ylab ko'rganimiz. konsert berish. Hali o'ylab ko'rmabdilar. Biz tabriklarni davom etamiz. Xo'p, assalomu alaykum mahalla tongi ijodkorlari, sog' omonmisizlar? Rahmat, yaxshimiz. Assalomu alaykum sizga ham. Biz kuni kecha o'z tavallud ayyomini o'tkazgan, ya'ni 9 yoshni qarshi olgan akajonimiz Azamat Oybekovichni chin ko'ngildan tabriklaymiz deb Umarjon Oydina, Noziya, Gavharoy Raupovalar Qo'rg'onchi qishlog'idan Tojikiston. 20-aprel kuni katta otamning tug'ilgan kuni. Men ularni 100 yoshlarga kirishini tilab qolaman. Hozir 87 yoshda Doli va Malika deb qolibdilar. Umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Assalomu alaykum hurmatli mahalla tongi ijodkorlari, hammaga Tojikiston Respublikasi Qubodiyon nihoyasidan alangali salom debdilar. Xo'sh. Haydarovalar oilasidan alangalik salom yana bir bor. Bugun onajonimiz Karima ayaning mavlud ayyomlari bilan farzandlari Mavjuda, Shaydullo, Mavjuda, Shokirjon, Shohzamon, kelinlari, nevaralari va turmush o'rtoqlari Chori bobo tabriklab qolamiz. Barchamizning baxtimizga sog' omon yursinlar deb qizlari Mavluda. Iltimos tabriknomamizni nazardan chetda qoldirmaysiz degan umiddamiz degan so'zlar ham bor ekan. Muxlislarimiz imkon qadar harakat qilamiz har bir nomalarni o'qib berishga. Assalomu alaykum mahalla tongi ijodkorlari, tongingiz muborak bo'lsin. Farg'ona viloyati Toshloq tumani 18-maktabgacha ta'lim tashkilotida hamkasbimiz Xomroxonning tavallud ayyomlari. Shu munosabat bilan hamkasbimga uzoq umr, sog'lik, omonlik, o'qish va ishlariga omad tilayman deb Muhiddinjon yozibdilar. Assalomu alaykum, xayrli tong, Muryakdan salomlar, Zavqiddin omad debdilar. Sizga ham omad, rahmat. Bizni ko'p eslab turadilar. Ha. Garchi tabriklar yubormasalarda biz uchun iliq fikrlar, tilaklarni yo'llaydilar. Assalomu alaykum, xayrli kun mahalla tongi ijodkorlari. Men Tojikistonning Dashtmalla, to'g'riroq aytganda, qishlog'idanman. Men dadajonimga salom yo'llamoqchiman. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Meni ukalarim baxtiga, o'zimni baxtimga doimo sog' salomat bo'ling deb yakunlayaptilar. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. O'zbekiston ahliga tongli xayrli bo'lsin. Asakadan hammaga salom. Onajonim Ra'noxonga alohida salom. Men sizni yaxshi ko'raman onajon. O'g'lingiz Imronbek deb qolibdilar o'g'lingiz. Assalomu alaykum mahalla tongi ijodkorlari, kuningiz omadli o'tsin. Assalomu alaykum sizga ham, sizni ham kuningiz omadli o'tishini tilab qolamiz. Men Tojikistonning Dashtmalla qishlog'idan Nurmanov Amirxon bo'laman. Men dadajonimga salom yo'llamoqchiman. Men dadajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Ilohim baxtimizga sog' bo'lsinlar, boshimizga bosh bo'lib yursinlar debdilar. Assalomu alaykum hurmatli mahalla tongi ijodkorlari, hammaga Tojikiston Respublikasi Haydarovlar oilasidan alangalik salomlar. Bugun onajonimiz Karima ayaning mavlud ayyom yana yozibdilar nazarimda.
bir SMSni Mabodo qayta o'qilmay qolsa ikkinchi boshida o'qib oladi deganlarda yaxshi. bizga SMSlar kelyapti. Nodira opa, Nodiraxonga omad, qo'shiqlar juda ma'qul, ijodlari bardavom bo'lsin. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan Qobiljon Abdullayev. Assalomu alaykum, men Tojikistondanman. Dostonbek debdilar. Assalomu alaykum, men O'zbekistondanman. Fayziddinbek. Bugun 16-aprel Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri Baxt mahallasi Ijodkor ko'chasi 65-uyda yashovchi Qahhorov Murodjon akani 62 yoshlari bilan barcha yaqinlari nomidan qizlari Gulchehra, kuyovlari Behruz va jajji nevaralari Muhammad Umar tabriklaydilar. Ularga uzoq umr, sermazmun hayot va hamisha barcha oila a'zolari va yaqinlari baxtiga sog' salomat yurishlarini tilab qoladilar. Demak, tabriklarda davom etar ekanmiz. Xayrli tong aziz boshlovchilar, yaxshimisizlar? Turkistondan Muazzam opaman. Assalomu alaykum Muazzam opa. Sizlar orqali O'zbekiston diyorida yashovchi barcha qarindoshlarimizga salom yo'llayman. Shuning bilan birga Mavluda opamga ham salom yo'llayman. Tani joni sog' bo'lsin debdilar. Ko'z tegmasin do'stona munosabatlarimizga, o'sha qardosh millatlar bilan o'zaro hamjihatlikda umrguzaronlik qilyapmiz. Bordi keldi aloqalari yanada mustahkamlanyapti va bu aytish kerakki, davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan keng qamrovdagi islohotlar natijasi. To'g'ri. Assalomu alaykum, mahalla tong ijodkorlari. Mening ismim Yahyobek, Toshkentda ishlayman, kasbim pedagog. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qatortol qishlog'ida yashovchi onam Nargizaxon Mahmudjon qizi va kelin opam Madinaxon Mo'minovlarga salom yo'llayman. Umrlari uzoq bo'lib, bizni baxtimizga sog' salomat yursin deb maktub yo'llashdi. Ha, qadrli do'stlar, demak, dastur davomida nomalarni o'qishga harakat qilamiz. Mehmonimizni ham shundoq qoldirmasligimiz kerak. Zerikib qolmadingizmi? Yo'q. Kayfiyat yaxshi, yomon emas. Biz har kelgan muxlislarimizdagi xabarlarni o'qib berishimiz kerak. Sizni kayfiyatingiz nimadan ko'tariladi? Meni kayfiyatimmi? Nima sizga Qo'shiq kuylab kayfiyatingiz ko'tariladimi? Yo'q, qo'shiq kuylashimdan oldin kayfiyatim ko'tarilgan bo'lishi kerak-da menda. Aha. Unda sizni kayfiyatingizni hozir biz ko'tarishimiz kerak, sababi qo'shiq tinglamoqchimizda. Reja bo'yicha hozir ajoyib bir taronangizdan bahramand bo'lsak deb turibmiz-da. Mana kayfiyat ko'tarildi. Tabassum qildilar, demak qo'shiq kuylasak bo'ladi, to'g'rimi? Yana bir bor sahnamizga taklif etamiz ularni, marhamat. Ko'ngil chinnimiz yamab bo'lolmay qoldi. Endi qarang dil garang sizni sevolmay qoldi. Sinib ko'ngil chinnimiz yamab bo'lolmay qoldi. Endi qarang dil garang sizni sevolmay qoldi. Xomush mitdi boladik, shirasi yo'q noladik. O'tgan kunga kulib tek sizni sevolmay qoldi. Xomush mitdi boladik, shirasi yo'q noladik. O'tgan kunga kulib tek sizni sevolmay qoldi. Qarang o'ylolmay qoldi, sevib yayronmay qoldi. Hayron bo'lolman o'zim, sizni sevolmay qoldi. Qarang o'ylolmay qoldi, sevib yayronmay qoldi. Hayron bo'lolman o'zim, sizni sevolmay qoldi. Sizni sevolmay qoldi. Qolgan bo'lsalamlar yonib kul bo'ldi. Yurak yuzim avaylab shunchun sevmayam qo'ydi. Qolgan bo'lsalamlar yonib kul bo'ldi. Yurak yuzim avaylab shunchun sevmayam qo'ydi. Qarang o'ylolmay qoldi, sevib yayronmay qoldi. Hayron bo'lolman o'zim, sizni sevolmay qoldi. Qarang o'ylolmay qoldi, sevib yayronmay qoldi. Hayron bo'lolman o'zim, sizni sevolmay qoldi. Sizni sevolmay qoldi.
sizni sevolmay qoldi. İzlab topdi oromni, unut deydi armonni, chiqardi shu farmonni, sizni sevolmay qoldi. İzlab topdi oromni, unut deydi armonni, chiqardi shu farmonni, sizni sevolmay qoldi. Sizni sevolmay qoldi. Qarang, o'ylolmay qoldi, sevib yayrolmay qoldi. Hayron bo'lolman o'zim, sizni sevolmay qoldi. Qarang, o'ylolmay qoldi, sevib yayrolmay qoldi. Hayron bo'lolman o'zim, sizni sevolmay qoldi. Hayron bo'lolman o'zim, sizni sevolmay qoldi. Sizni sevolmay qoldi. Mumkin emas, ajoyib tashakkur aytamiz dasturimizdagi ishtirokingiz uchun. Ijodingizga muvaffaqiyatlar, omadlar, zafarlar tilab Sizni qolamiz. keyingi safargi dasturlarimizda gitarangiz bilan Albatta, kutib qolamiz va albatta, albatta sizni albatta. taklif qilamiz. Sizlarga ham omad. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Tashakkur aytamiz. Madinaxon, bopladingiz. Shuncha kayfiyatlarni ko'tarishga harakat qildim-da, gitara qolib ketganligini shu eslardan chiqaray dedim. Oxirida yana eslatdingiz deb ketdi. Endi keyingi safar Ketdilar endi. eslardan Shu kayfiyatda chiqmasin deyman. ketyaptilar hozir Qo'qonga.